6 türlük içki xeres ve 3 türlük taşkı xeres. Küçük mavzu. Şan son zamanda dedi. Hazır Cungo iqtisodinin kelgisiga yüzleşili içki cihette 6 türlük xeres kıdış geldi. Cümleden iqtisod taraqqiyot jarayoni nayiti ciddi yarliviga kelib qelish, şekillik ostilab qelish. Sistemlik pul muomala ko'rinishi, kambag'allik, boylik farqining kun sayin yomonlashyotganligi va hokazolar. Tashqi jihatda 3 turlik zo'r xiris duch keldi. Avval Amerika Jungo savdo so'rkilishiga duch keldi. Jungo Amerika savdo urushiga duch keldi. Şanson zamanında hesapladı. Hazır Amerika Jungo o'rtasida bo'layotgan allaqachon savdo urushi bo'lmay qoldi. Bo'layotgani Amerika Jungo ikki davlatning qimmat qarashlaridagi eg'ir to'qinish. To'liq muqimlashtirib aytishga bo'ladiki, Amerika Jungo munosabati hozir och yo'lga kelib to'xtadi. Nayt zo'r tarixiy sinoqqa duch keldi. Lekin hozirgacha muvaffaq bartaraf qilishning chorasi topilmadi. Iqtisod taraqqiyoti burilishi kim jarayon muvaffaqiyat qozondimi? Iqtisod taraqqiyoti burilish jarayoni muvaffaqiyat qozondimi? Kichik mavzu. Bugun aeroplan uchadigan kuniga kechiran vatandoshim hayotda ishxonamda qolib chiqqan edi. Bugun aeroplan uchadigan kuniga Profesör nutqida bunday ko'rsatib, profesör nutqida bunday ko'rsatib. Jungo iqtisodning tuvanga serilganlik 10-oyda oshkorlandi. Mayli iste'mol jihati bo'lsin yoki mashina iste'mol qilish jihati bo'lsin, uy imorat iste'mol qilish yoki eksport haqida bo'lsin, iqtisod qayniga chekindi. Balki Jungo iqtisodining chekinishi bu uzoq muddatlik chekinishdir. Şan son zamanda dedi. Anlaşqı yaxşı. Kişilərinin görüvatqanı mundaq bir dövlət məbləği seliş acizlab ketken. Ahvalda istemalga tayinib iqtisodning taraqqiyotini muqim holati saqlab qolish mumkin mi? Faqatla davlatning ichki qismidagi istemalga tayinibla iqtisodning taraqqiyotini saqlab qolish mumkin mi? Tasavvur qilaman. Qaraganda yaxshi xabar, eng muhimi bu bir osal xabardir. Şansınıza sual qo'yib, bundaq deydi. Mablag' selishimizga qarab baqayli. Eng muhimi iste'molga tayinib, iqtisodning uzun muddatli taraqqiy qilishini saqlab qola olamizmi? 40 yillik iqtisod jarayonida bir qancha qatam iste'mol qilish to'lqini ko'tarildi. Birinci qatam qo'rsoq masalasida iste'mol qilish to'lqini ko'tarildi. Ikkinchi qatam qiziqish bo'yicha iste'mol qilish to'lqini ko'tarildi. Uchinchi qatam mashina sotib olish bo'yicha iste'mol qilish to'lqini ko'tarildi. To'rtinchi qatam uy sotib olish bo'yicha iste'mol qilish to'lqini ko'tarildi. Hozir mashina sotib olish to'lqini pasaydi. Uy sotib olish to'lqini ham pasaydi. Biz bir zo'r masalaga duch keldik. Siyosiy biro yig'ini oldida muqim bo'lishni o'ttirib qo'ydi. Ishga o'rinlashish muqim bo'lish, pul muomala sohasi muqim bo'lish, tashqi savdo muqim bo'lish, ko'pchilikka va hokazo. Yana 3 soha muqim bo'lish kerak edi. Privat muqim bo'lish, zapas pul muqim bo'lish, uy bahosi muqim bo'lishi kerak edi. Kishilar bu sohalarning muqim bo'lishidan tasq to'xtaydiganligini ko'rib yetgan bo'lsa, mablag' muqim bo'lish, eksport muqim bo'lish, uy bahosi muqim bo'lish, poychek bozori muqim bo'lishni, ishga o'rlashish muqim bo'lishni ko'rib ketalimdi. Şirketler arkadan takıldı. Şansın zamandaq dedi. Şirketlerin banka qarz to'xtamiga
amal qilmasligi 10-oydan burungi 3 faslda shirkatlarning qarz to'xtamiga amal qilmaslik pul qiymatida 100 milliard yuandan oshib ketdi. Yana nurg'un shirkatlar gumron bo'lish oldida turdi. Şirketlerin gumron bo'lishi savdovaning shirkatlarning gumron bo'lishi savdovaning so'zi bilan aytganda hozir shirkatlar Jungoda asosiy jihatdan umumyuzlik yiqildi. Bu savdovang degan kishi Jungodan o'zi shaxsiy bir shirkat etib hukumatga aloqasi faqat birlik kishi. Amerika'da bir zavod kurdu, aynak zavodi. Bu aynak zavodi deganda maşinin oldidagi aynak, mashina chiroqlarining aynigini ishlab chiqardigan. Bu Amerika'da qaltis ishlaydi deylik, lekin o'zidan bir chaqchig'i bo'lgan bu odamdan men Amerikalikni ishga olsam, mening zavodimda Amerikalik ishlamadi. Bir tamoq chekib yotdi degan bir chaqchig'i borki, uni qo'yib turaylik. Shu hozir savdovang nima deydi desanglar, butun mamlakat bo'yicha shirkatlar asosiy jihatdan yiqildi. Eğer gap bu vatandaş, Xi Jinping nimaga ko'raydi? Rais Xi Jinping nimaga ko'raydi? Uyg'urlarni nazarband qilish, Uyg'urlarni jazo lageriga yig'ib olishlar, mush qiyinchiliklardan qutulaman deb atamdi Xi Jinping. Savdovangning so'zi bilan aytganda takrorlaymiz, hozir shirkatlar Jungoda asosiy jihatdan umumyuzlik yiqildi. Devlet ilgiligidagi shirkatlar yiqildi. Masalan, Boxa Platomir zavodi dunyoviy 500 kuchlik shirkatdan qatoridagi shirkat edi. Bu shirkat yiqildi. Onun qarziga bo'g'ilib qelishi 100 milliard 920 million yuan bo'lib, amaliyoti unumi bilan qo'shganda, masalan, foydalanish mumkin degan narsani qo'shganda 280 milyar yuanga bo'g'ildi. Yerliklarning qarziga bo'g'ilishi pul muomala bozoridagi intayin zo'r ovorchilikdir. Haqiqiy pul sommasi qancha? Davlat statistikasi deydi-ki 17 trillion yuan yerliklarning qarziga bo'g'ilishi. Xalq Universiteti Moliya komitetining mudiri Xo'jiyan deydi-ki, yerlikning qarzi 40 trilliondan ortiq. Lekin 1 milliardlik hukumat hozirgacha bu qarzni qaytarishni o'ylashi baqqani yo'q. O'ylab ko'ringlar. Mosha sonliq ma'lumotlarni tasavvur qilaman. Jungo hozir qaysi holda turib o'tibdi? Anaqdagi yana tasavvuringiz bilan shu to'g'rida hukm chiqara olasiz, hurmatli vatandosh.